Yo'q. Hozir emas, yo'q. Sen la'nat mashina. Jin urgur mashina. Nega sen bilan doim omadsizlikka uchrayman, a? Salom, qayerdasan? Sen allaqachon yetib kelishing kerak edi. Salom. Mashinam yana buzilib qoldi. Bu yerdan atiga 3-4 kilometr uzoqda. Axir biz juda ko'p pul topamiz. Nega sen o'zingga yaxshiroq mashina sotib olmaysan? Bu ham juda yaxshi mashina, lekin meni hech qayerga olib bormaydi. Xo'p, bilganingni qil. Umid qilamanki, mashinangni tutasan. Shunda men seni olib kelishim kerak bo'lmaydi. Va nihoyat, men uni tuzatdim. Bo'ldi, men yo'ldaman. Xo'p, ajoyib. Men seni kutaman. Yaramas Jek o'ziga uy sotib olganga o'xshaydi. Bu yer juda chiroyli ekan. Va nihoyat uddalading. Eskisini haydab o'tirmasdan yangi zamonaviy mashina sotib ol. Toshingni ter. Men hazillashmayapman. Kir, bizda muhokama qiladigan narsalar ko'p. Bu yer ajoyib ekan, tinch va toza. Bu yerda hali ko'p odam yo'q. Shuning uchun ham juda tinch. Yaxshimisan? Bo'sh vaqting bormi? Qarshi emasman. Asosan hammasi joyida. Hozircha ishdan tanaffus qilyapman. Ta'tildaman. Lavozimni ko'tarishlarini o'zim ham bilaman. Lekin ish qiyin va xavfliroq bo'ladi. Bu yerda ahvoling qanday? Joylashib oldingmi? Men joylashdim, lekin hammasi avvalgidek. Kompyuterda vaqtimni behuda sarflayapman. Ish haqidan ochilish haqida nima deysan? Menimcha men senga qo'shilaman. Bizning lavozimimizni ko'tarilishi hayotimizni yanada xavfli qilib qo'yadi. Lekin pul ham oz emas va biz eng yaxshi bir toifali ishchilar hisoblanamiz. Maoshim oshmagan taqdirda ham maoshimdan mamnunman. Xo'sh, ish haqida gaplashmaylik. Shunchaki o'ylab ko'raylik. Bir oydan keyin ham ta'til tugaydi. Shuning uchun uni eslamasdan o'tkazaylik. Siz haqsiz. Biz ish haqida unutishimiz kerak. Eshit, men senga aytmoqchi bo'lgan narsani esladim. Axir sen tabiat qo'yiniga chiqishni yoqtirarding-ku. Menga endi yoqmaydi. Xullas, yaqin atrofda o'rmon bor va o'sha o'rmonda qishloq bor. Aytishlaricha, u yerda tirkak bor ekan. Tirmoqmi? Bu tirmoq. Yaqinda u yerda maxsus guruh bo'lib, ular faqat oyoq izlarini topishdi. Nega bunday qarayapsan? To'xta, menga o'sha o'rmonga boraman deb aytma. U yerni o'rganib ko'ramizmi? Xo'p, balki biz hech narsa topmasmiz, lekin biz o'zimizni yaxshi his qilamiz. Bo'lmasa yo'lga chiqamiz. Kamera ham olamiz kuzatish uchun. O'rmonda uy bor. U yerda to'xtaymiz. Men bilanmisan? Ketdik. Bizda 3 ta kamera bor. O'rmon ham katta emas. Menimcha bu yetadi. Menimcha yetarli. Qara, bu qanday g'or? Xo'sh, yo'q, bu g'or emas, shunchaki chuqur. Aynan shunday. Xo'sh, kameralarni qayerga qo'yamiz? Men birinchi kamerani shu yerga joylashtirishni taklif qilaman. Olmaxon? Qanaqa olmaxon? Daraxt shoxlari-ku. Men biron olmaxon butun daraxtni egish uchun yetarli og'irlikda ekanligiga shubha qilaman. Mayli, xo'sh. Yana ikkita kamerani o'rnatib, uyga kiraylik. Menimcha bu eng zo'r joy. Shunday qilib, menimcha sen haqsan. Olmaxon emas. yugur. Yo'q. Ot uni. Endi biz uyga qochib borishimiz kerak. Uy yog'ochdan yasalgan. Bu ahad uni tezda buzib tashlaydi. Bu ishlar yomonga o'xshaydi.